Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. O'zbekistonim, yaxshimisizlar? Juma ayyomi muborak bo'lsin. Kuninglar xayrli bo'lsin. Jumani xayri sizlarga bo'lsin inshaalloh. Mahallamda masjid bor. Shu masjidga borib sizlarga inshaalloh avzoq qilib bermoqchiman. Bugun juma ayyomida, jumada soat 2:30larda o'qiladi. Barselona bo'yicha diniy ishlar idorasiga ma'lumotlarga qaraganda 36 ta rasman masjid ro'yxatdan o'tgan. Lekin Kataloniya va Barselona bo'yicha 256 ta masjid bor. Ispaniya shahri bo'yicha hech bir joyda Barselonadagi musulmonlar ko'p joyi o'zi yo'q. Hozirgi kunda Barselonada 300 ming musulmon bor. Kundan kunga oshish darajasi ko'p, musulmonlar juda ko'p turyapti. Masalan, Kataloniya va Barselona bo'yicha hozirgi kunda 600 mingdan oshiq musulmonlarimiz bor. Alhamdulillah, shunga mana hozirda ketamiz, hammasini ko'rsatamiz. Xudo xolisa, masalan, bu yerda Marokalilar, Aljeriylar bor, Pokistonliklar bor, Afrikalik musulmonlarimiz bor, birodarlarimiz. Hamma millatimizdan musulmonlarimiz kelib yotibdi Ispaniyaga va ko'tarilish, musulmonlar ko'tarilish darajasi, oshish darajasi kundan kunga oshyapti. Alhamdulillah, Allohning izni bilan mahallamizning masjidga keldik. Bir tashkilotni tegi o'sha yerga masjid qurilgan. Hozir kelyapmiz mana, alhamdulillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hermano. ¿Qué tal? Muy bien, alhamdulillah. ¿Hablando en árabe o español? Español, también español. ¿Están? Uzbekistan. Uzbekistán. Sí. Uzbekistán. ¿Cómo te llamas? Me llama Muhammad Abu Bakr. Muhammad Abu Bakr, mashallah. Mashallah. Ha venido a nosotros en la ¿Tú mezquita llamas? Sunna Tarek. Tarek. Ah. En el Masjid Sunna, aquí en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, España. Que seáis el bienvenido cuando estáis por aquí, podéis visitarnos cuando queráis, seráis el bienvenido.